Biz to'g'ri o'ynadik. Shuning oqibatida jahon chempionatini haqli tarzda qo'lga kirityapmiz, aziz vatandoshlar. Jamoa hozir muxlislarga yuzlandi. Mana bu muxlis, mingdan ziyod muxlis, 2000 ga yaqin muxlis. Bu butun mamlakatdagi millionlab muxlislarning rahmi o'tgan. O'tkir aka, avvalambor o'yinning eng yaxshi o'yinchisi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Ushbu g'alaba O'zbekistonni jahon chempionatiga olib chiqdi. Mana shu sovrin haqida fikrlaringiz, qanchalik baxtlisiz hozir? Sovrin o'z yo'liga, hozir butun xalqimiz xursand. Duolari bilan shu joygacha keldik. Biz oldimizga qo'yilgan maqsadni erishdik, jahon chempionatiga chiqdik. Bu nima deydi? Hozir tili bilan tasvirlab berish juda qiyin. Bizga armon bo'lib qoldi. Mana alhamdulillah jahon chempionatiga chiqdik. Nima deymiz? Xalqimiz duosi bilan, ota-onamiz duolari